Chet elliklar bizga o'xshagan g'ishtlar chiqarmaydi akalar. Ularda g'ishtlari juda ham ajoyib va izolyatsiya uchun juda ham mos keladi akalar. Ko'ribsizlar, bular teshiklari juda ham katta bo'ladi va izolyatsiya uchun, domlar uchun juda yengil bo'ladi. Dom qurishida juda qulay bo'lgan g'ishtlar bo'ladi akalar. Ko'rib turibsizlar. Bu bizning Telegram kanalimiz akalar. Bu yerda har xil zapchastlar va g'izovodga oid ko'mirlar va akkumulyator deysizmi yoki karalarga zapchast deysizmi yoki g'izovod uchun zapchast deysizmi, hammasidan mavjud. Yoki yangi apparatlar, rabochiy apparatlar hammasidan bor. Gruppamizda e'lon berishingiz ham mumkin, mutlaqo bepul. Yoki Instagramga reklama bermoqchi bo'lsanglar, bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi o'zimiz. Gruppamizga o'tib bemalol obuna bo'lishingiz mumkin va sizlarga ancha foydasi tegadigan bo'ladi akalar. Bu yerda sotiladigan apparatlar bor akalar. Ko'rib turibsizlar, mana shunaqangi. Ya kimdir kim e'lon bermoqchi bo'lsa, shu gruppaga kirib bemalol yozishingiz mumkin. E'lon berish mutlaqo bepul va bemalol yozib o'zingizlar mahsulotlarni reklama qilsanglar ham bo'ladi. Agar sizga mana shunaqangi sifatli Instagram uchun reklama xizmat kerak bo'ladigan bo'lsa, ham bemalol o'zimizga murojaat qilsanglar bo'ladi akalar. Like bosib do'stingizlarga jo'natib qo'yinglar va videoni repost qilishni unutmanglar akalar. Kommentariy yozib qoldirasizlar degan umiddamiz. Hammaga rahmat, sog' bo'lasizlar.